Bugun sizlar bilan kitobni tez o'qishni plyus va minus taraflari haqida qisqacha gaplashamiz. Birinchi kamchiliklarni aytib o'tsak yaxshi bo'ladi. Kitobni tez o'qiydiganlar asardagi ba'zi voqealarni va ayrim qahramonlarning ta'rifini to'laligicha eslab qola olmasliklari mumkin, chunki tez o'qilganligi sababli ba'zi narsalar e'tibordan chetda qolib ketish ehtimolligi bor. Kamchiliklardan yana biri shuki, asarning iqtiboslar ustida fikr yurgizish yoki bo'lmasam asardagi badiiy go'zalliklarni anglash va asarni ta'sirli joylari ustida tafakkur qilish imkoniyati o'z-o'zidan kamayadi, kitob tez o'qilganligi sababli. Endi kitobni tez o'qishni plyus taraflari, ya'ni afzalliklari haqida gaplashsak. Birinchi o'rinda vaqtdan yutish. Ya'ni kitobni tez o'qib, tez tugatadigan insonlar vaqtdan yutishadi. Qaysi ma'noda? Dunyoda o'qilishi kerak bo'lgan kitoblar ko'p. Ishoning do'stlar, juda ham ko'p. Ularni hammasini o'qishlikka bizning vaqtimiz yetmaydi. Umr yetmay qoladi. Kitobni tez o'qiydiganlar esa mana shu masalada boshqalardan o'zib ketishi mumkin. Ya'ni ular bir qancha kitoblarning xulosasini bitta o'zining shaxsiyatida jamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, plyus taraflardan yana bittasi asar syujeti uzilmasdan esda qoladi va asar qahramoni va voqelik o'rtasida kuchli bog'liqlik hosil bo'ladi. Chunki miyamiz tez o'qiganligimiz, kitobni tez o'qib tugatganligimiz uchun voqea bilan asar qahramonini osonlik bilan bog'lab olishligi mumkin. Kitobni tez o'qishda yana afzalliklariga shuni ham aytish kerakki, kitobni tez tugatadiganlar boshqalarga nisbatan asar voqealaridan kuchliroq ta'sirlanishlik ehtimoli bor. Sababi butun boshli kitobga umumiy fondan qarash osonroq bo'lganligi uchun ular nisbatan kuchliroq ta'sirlanadi degan fikr ham bor. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Videoni kitobni sekin o'qiydigan do'stlarimizga sekin tashlab qo'yamiz, chunki keyingi video sekin o'qishda plyus va minus taraflari haqida bo'ladi. Videoni shu joyigacha ko'rganlarga savol: siz eng tez o'qigan kitobingizni qancha muddatda tugatgansiz? Izoh qismida yozib ketinglar, o'qib chiqamiz.